Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Yana bugungi ishimiz Farg'onada, Qoratepada. Xo'p, bu yerga 22 qozonimiz tushdi, 60 qozonimiz tushdi, tandirimiz tushdi. Bu chekkada moyka, mana ko'rsanglar kirib yuvadi. Bu yerda gaz plitamiz. Bir qator bunday olib bersangiz, keyin sinab beramiz inshaalloh. Shu holatda tushdi. Joyimiz shu 3 ga 3,5 shöyle bukva P shaklida tushdi. Tandirimiz o'zi mo'ris o'zi bilan tutun chiqmaydi. G'ishimiz 550 ta ketdi, kafelimiz 15 kvadrat ketdi. Xudo xolasa endi sinab beramiz, 60 dan boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'ryapmi? Tortishlari, to'rt burchak tortadi. Yonishini olib qo'ysangiz, 22 ga sinab beramiz. Endi 22 ga sinab beramiz. Tortishga javoblar hozir ketaveradi. Nima burchak, to'rt burchak. Ko'ryapmi? Yonishini olib qo'ysangiz, mana yaxshi o'choq qizarib yonadi. Dimlanib turmaydi, xudo xolasa xizmat qiladi. 1 yil 2 yil o'choq emas, xudo xolasa maza qilib ishlatasizlar. Tandirimizni ham tortishini sinab beraylik. Ko'ryapmi? Tandirdan tutun bo'lmaydi, xudo xolasa. Yonlarni bekitib qo'ysanglar ham bemalol ishlasa bo'laveradi, xudo xolasa. Shu joyimiz shu tushdi, xudo xolasa chiroyli qilib, shu plek bilan tushirib berdik. Kichkina joyga ikkita o'chog'i-yu, tandiri-yu, gaz plita mo'ykasi. Xudo xolasa aloqaga chiqib qolasizlar. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab. Hammaga rahmat.